Yevropa deb qichqirayotgan, bizni islomdan shubha uyg'otayotgan o'zinglar Luwak kofesi haqida nima deysizlar? Starbucksda eng qimmat kofe filga yedirilgan kofe. Filga yediriladi, undan chiqqan narsani qayta ishlaydi. Starbucks dunyo bo'yicha eng qimmatbaho kofelardan. Demak, qandaydir ishlov berilsa, uni iste'moli falon foydali deb sizlar. Undan tashqari yana bitta yangilik bor, birodarlar. Qahvamaniya, qahvaga, kofega o'tirib qolgan yigitlar uchun sizlarga zo'r narsa ko'rsatib qolaman. Kofe ichaman, kofeni yaxshisini ichaman degan odamlarga Midhouse'da Starbucks kofelari sotilyapti. Faqat Starbucks. Qanaqa kofe damlayapsizlar? Faqat Starbucks. Espressoni Starbucks brendini damlashyapti. Faqat shundan damlayapti. Amerikano. Eng qimmat kofe filga yedirilgan kofe. Filga yediriladi, undan chiqqan narsani qayta ishlaydi. Starbucks dunyo bo'yicha eng qimmatbaho kofelardan.